Balon tanlashdagi eng muhim 3 ta xususiyat haqida hozir siz bilan gaplashib o'tamiz. Mana mana shu xususiyatlarni bilib oladigan bo'lsangiz, sizni bozordami yoki boshqa balon do'konlaridami sizni hech kim aldolmaydi, yomon sifatsiz molini sizga o'tkazib yubora olmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, buni bilib olasiz. Birinchi xususiyat bu M+S va snejniy значок bo'lishi kerak. Bu nafaqat ustida nakleykasi yozilgan bo'lishi kerak, balki balonni buni ochib qaraganingizda yon kordiga o'yilib yozilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi muhim xususiyati bu threadwear hisoblanadi. Threadwear soni qanchalik kam bo'lsa, balonni probegi shuncha kam hisoblanadi, ya'ni yumshoq harakatlanadi. Bu threadwear qancha ko'p bo'lsa, shuncha mashina ko'p probeg beradigan hisoblanadi. Shunga muhim ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi muhim xususiyatni aytishimdan oldin siz bizga o'tib Zo'r balon kanaliga podpisatsiya bosib qo'ying. Sizga mana shunaqangi foydali videolarni, balonlarni, avtoshinalarni to'g'ri tanlashdagi foydali videolarni taqdim etib boramiz. Uchinchi muhim xususiyatni aytgan bo'lsak, mana shu standart bo'ladi. Y9, Y4 hamma balonlarda har xil bo'ladi. Mana shu narsasi bor yo'liga qattiq ahamiyat beringlar. Bekorga qo'yilmaydi. Yevropaning standartidan o'tgan balongagina qo'yiladi. Bu ko'rsatayotganingiz kattachu, ya'ni charm xo balonniki. Bu yerda misol uchun kumxonikini ko'rgan bo'lsak, hozir bu yerda Y4 internetdan ochib qarasanglar, menimcha Gollandiyaniki bo'lishi kerak. Bu yerda imperiallikini ham ko'radigan bo'lsangiz, mana bunda ham Y4 standarti bor. Mana shu standartlariga ahamiyat berib balon tanlashingizni sizlarga maslahat beramiz.